Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga o'zbek adabiotiga munosib hissa qo'shgan shoir Hamid Olimjonning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida mehnatkash oilasida tug'ilgan. 4 yoshiga yetar-yetmas otadan yetim qolgan Abdulhamid Azim bobo qo'lida tarbiya ko'rgan. Azim bobo xat savodli kishilardan bo'lib, nevarasida ham yoshligidanoq o'qish yozishga qiziqish uyg'otgan. Abdulhamidning onasi Komila aya xalq ertak maqol va matallarini yaxshi bilgan. Hamid Olimjonning bolalik chog'larida 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni chuqur iz qoldiradi. Buning sababi shunda ediki, 7 yoshlik Hamidning oilasi Jizzax qo'zg'olonchilar qatoriga Kili cho'liga quvg'in qilingan va boshidan og'ir mashaqqatlar va sarson sargardonliklar kechirgan edi. Quvg'indan qaytgach, avval eski maktabda, keyin 1918-yil Jizzaxda ochilgan Narimanov nomidagi to'liqsiz o'rta maktabni o'qiydi. 1923-yil esa u maktabni tugatib, Samarqanddagi O'zbek bilim yurtida tahsilini davom ettiradi. Bilim yurtini 1928-yili bitirgach, Abdulhamid O'zbekiston Pedagogika akademiyasining iqtisod fakultetida o'qiydi. Hamid Olimjon 1944-yil 3-iyulda vafot etadi. Shoir qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, o'zbek adabiyoti ravnaqiga salmoqli hissa qo'sha oldi. Bu mehnatlari munosib baholanib, Hamid Olimjon 1939-yilda Hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlangan bo'lsa, O'zbekiston Fanlar akademiyasi tashkil etilishi 1943-yil bilan unga muxbir a'zo qilib saylangan.